Assalomu alaykum do'stlar. Demak, O'zbekistonda nimalar bo'layapti? Bir tomonda sel bosgan, bir tomonda do'l bosgan, bir tomonda Mana shu 10-may kuni soat 4:30-5 da bo'lgan talafot orqali mana shu bizni qovunlar mana shu holatda bo'lib ketdi mana. Mana shu holat. Umumiy mana shu yerdagi 25-30 gektar joy shunaqa bo'ldi. Bizning qatorimizda bizdan oldingilarniki mana qovunlar 3 kilodan bo'lganida mana shu qovunlar mana shu holatda. Palaylar ahvoli mana shu. Mana shu holatda mana. Hattoki palakni tanalarini ham urib tashlagan mana shunday qilib. Mana qovunlarni do'l zarbasidagi holati. Mana shu holatlar mana. Palak tanasi. Bu video maxsus uzun tezkor va Yandex.Go'dan promokodni ishlatib qo'yganlar uchun, demak, promokodlarni ishlatib bo'ldik. O'rtog'imizdagina ham promokodni ishlatib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Endi asta o'tirib siqilish kerakmi yoki bo'lmasa yana promokodli programma ko'rish kerakmi? Demak, yana promokodli programma bor do'stlar. Demak, Express 24 degan programma bor. Buni ko'rishga mumkin bo'ladi. Demak, bu promokodni ishlatib qo'yganman. Sizlarga 35 ming so'm chegirma beradi. Har bir 80 minglik buyurtma uchun do'stlar. Hammaga omad, hammaga daromad. Sizgacha urib nima qilib tashlagan. Shu holatlar. Mana qovun hosillari mana holat, ana shunaqa holatda bo'lgan. Shu 10 minglik bo'lgan tabiiy ofat tufayli mana shu holatda nima bo'ldi mana. Mana shunday. Mana umumiy gektarimiz mana shu 700 metr uzunlikdagi masofada mana shu holatlar yuz berdi. Tabiiy ofat degan mana elektr stansiyalarni ham simlarini uzib agrot ichida yotibdi, simlar ham. Izolyatorlar ham yer ichida yotibdi. Bazıları şavlarga qo'yadi. Aradun xazaras. Zominda yana sel keldi. Yo'l yopiq. Chashmani yo'li. Sovuq, haroratda juda sovuq ekan. Muz yog'di mana. Muz do'lli deydimi, muz deydimi? Erib ketdi ancha. Voy! Mashinalar. Davomida sel tushdi. Shaharida bo'laydi.
12-iyun. Roman. Qanday bo'ladi yomg'ir? Buzilib ketdi hamma yoq. Dahshat yomg'ir yoq. Do'l aralash hamma narsa yoq. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Dam oluvchilar, mana Chashmani oldi yo'l yopildi. Judayam ehtiyot bo'lamiz, mana sel. Ehma sel kelyapti. Chigirtkaga dori tepishga kelgandik. Mana bugun 2025-yilning 11-iyun sanasi Jizzax viloyati Zomin tumani So'fimozor qishloq yig'inining dehqonlari yer maydoni yonidamiz. Mana hozirgi realni holat Mana holat. Abetdagi soat 4:30-5 lar. Bu nima uchun odamga uyda uryapti? Mana lekin Soya guryapti, odamga masakajon. Qizyapti, soya. mana aka. Hammaga rahmat. Gap yo'q akalarga. Xizmatdagi akalar gap yo'q. Mana mashina narsalar hammasi chigirtka. Ko'ryapsizlarmi chigirtkani? Namuncha ko'p akalar bular. Qayerdan kelyapti buncha chigirtka? Chigirtkani shuncha bosib kelayotgan ekanmiz bilan. O'sha yanchi botib ketyapti har bittasini. Akalar men to'g'ri tushunmayapman. Buncha chigirtka qayerdan kelyapti? Xullas kimdir bu chigirtkalarni qayerdan kelganini bilsa, kommentariyada izohinglarni kutaman. To'g'risi menga juda ham qiziq bu narsa. Qayerdan buncha